Sergelida yashovchilar uchun Gumma xonimdan ajoyib yangilik. Fast fooddan charchaganlar uchun Gumma xonimdagilar zo'r variant o'ylab topishibdi. Non orasiga ikkisi kabob va maxsus sous piyozlari bilan solib tayyorlab berishayotgan ekan. Limon hisi yangi ta'midan ichib olib, non orasidagi kaboblarni maza qilib yeb olamiz. O'zimizning mahalliy go'shtlardan foydalanamiz. Bizda qiyma kabob ichiga bo'lsa, umuman non solinmaydi deb aytishdi. Narxlari ham hamyonbop. Kaboblarni tanlashingizga qarab 25 ming so'mdan 35 ming so'mgacha narx chiqarib qo'yishibdi. Har qatdan mazasi yaxshi, menga yoqdi. Manzili shundoqqina Sergeli 4-5 bekatlari orasida joylashgan Gumma xonim. Menga Sergeli juda ham uzoq, uni ustiga saharlikka osh yemoqchi edim deyotgan bo'lsangiz, kelesliklar, Hasanboyliklar, Yunusobodliklar uchun juda ham zo'r imkoniyat. Gumma xonimni Hasanboy Shiribon filialida mana shunaqa Dodaxo'ja osh tayyorlashayotgan ekan. O'rtoqlar, ma'lumotlarni shuni aytib ketmoqchiman. Buni tayyorlayotgan Power Arabistonda ham osh damlayotgan. Endi qizumasini bilmadim, sizlarga lekin oshni yorib qo'yishibdi. Kelasizlar, xohlasanglar shabob ketasizlar, xohlasanglar kelib mana mashinadan yeb ketsanglar bo'ladi. To'y oshi o'rtoqlar porsiyasini narxi 35 ming so'm ekan. Salatlarni mana shu turishi 8 ming so'mdan ekan. 5 xil salatlarga bor ekan. Gumma xonimning hamma filiallarida har doimgidek choy, non, qatti bepulga olishinglar mumkin. Manzili Hasanboy shundoqqina Shiribon mostiga chiqmasingizdan o'ng qo'lda joylashgan Gumma xonim.